Xalq deputatlari Sirdaryo viloyat kengashining navbatdagi 38-sessiyasida viloyat hayotiga oid bir qator masalalar ko'rib chiqildi. Dastlab maktabgacha ta'lim qamrovi muhokama qilindi. Joriy yil birinchi choragida viloyatda 3-7 yoshli bolalar soni 86426 nafarni tashkil etgan. Shundan 68537 nafari maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinib, qamrov darajasi 79,3% ga yetgan. Bu natija albatta e'tiborga molik. Biroq bugungi kunda qariyb 18 ming nafar bola hali ham maktabgacha ta'lim tizimidan tashqarida qolmoqda. Sessiya ishida Sirdaryo, Xovos, Oqoltin va Sayxunobod tumanlarida davlat maktabgacha ta'lim muassasalari yetarli emasligi tanqid qilindi. Ushbu holat yuzasidan viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi mas'ul xodimining axboroti tinglanib, ko'tarilgan muammolar yechimi yuzasidan takliflar bildirildi. Sessiya kun tartibidagi yana bir dolzarb masala fuqarolar murojaatlari bilan ishlash samaradorligi bo'ldi. Prezident va virtual qabulxonalar orqali kelib tushayotgan takroriy murojaatlar soni ko'paygani qayd qilinib, bu borada mutasaddi rahbarlarning mas'uliyatini oshirish lozimligi ta'kidlandi. Har bir tashkilotning murojaatlar bilan ishlash bo'yicha kengash oldida hisobdorligi belgilab qo'yildi. Shuningdek, sessiya ishida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash, oqova suv tizimi uzluksizligini yaxshilash, viloyat avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi va uning tizimida korrupsiyaga qarshi kurash tizimining holati hamda murojaatlar bilan ishlash samaradorligi, viloyatda O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi ijrosi, O'zbekiston Respublikasining chiqindilar to'g'risidagi qonun ijrosi yuzasidan O'zbekiston Ekologik partiyasi viloyat kengashi deputatlik guruhi tomonidan olib borilgan o'rganishlar natijasi hamda viloyat mahalliy byudjetining 2026 yil orttirilgan mablag'lar hisobidan mablag'lar ajratish kabi masalalar ko'rib chiqildi. Qayd etish kerakki, ushbu masalalar avvaldan doimiy komissiya tomonidan bir necha bor muhokama qilingan. Shu boisdan navbatdagi sessiya samarali kechdi. Deputatlar kun tartibida o'rin olgan masalalar yuzasidan o'zlarining fikrlarini bildirishib, sessiya qarori qabul qilindi.